Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi bu sin videomizda Suratun Nas surasi, ya'ni Qul a'udhu birabbin nas degan mushu suraninki o'qilishini o'rganib o'tamiz. Bu sura Qur'on Karimninki 114-sura, ya'ni eng oxirgi sura. Qur'on Karimda jami 114 sura bor. Eng oxirgisi mushu Nas surasi. Mushu so'rninki to'g'ri o'lchamlik o'qilishi va ba'zi tajvid qoidalarini qo'shib qisqacha so'zlab o'tamiz. Qanday qitinglar ekranda bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi oyat. Qul a'udhu bi robbin nas. Birinchi oyatdagi qul, birinchi kalima qul, ikkinchi kalima a'udhu. Buningdagi zu degan bu harfni, ya'ni bu harfni biz Uyg'urcha bo'lmagandan ba'zi qarindoshlarimiz zu deb za o'qib qo'ygan mandaq shaklda. Bu ko'p uchrab qoldi ekan. Qul a'uzu deb mana. Buni hamda talaffuz qig'il bo'lmaydigan harf emas bu. Qig'il bo'ladi. Qul a'uzu deb zu deb tilimizni tishlab turib, za harfini tilimizni tishlab turib tillan tishning oldidan chiqarsak bo'ladi. Bu tas emas. Ya'ni qul a'udhu desak bo'ladi. Shuna buni to'g'rilab o'qishga tirishaylik. Endi keyingisi bo'lsa bi robbin nas. Ro bu tafxim, ya'ni tom qilin o'qiladigan bir harf. Ro deb bundaq. Ra deb Uyg'urcha ra deymiz buni. Arabchada ro deb o'qiymiz. Bi robb deb bundaq. Shon bunimi bi robbin nas deb ro deb o'qishga odatlanaylik. Keyingisi annas degani. Bu nun harf bo'lsa, buningki hukmi tajviddagi hukm bo'lsa ixfa ma'al g'unna deymiz. Ya'ni nun harfida to'xtaymiz. Bi robbin deb bundaq. To'xtab, ixfasa yushirib nun harfini o'qiymiz. Oqidagi alif bo'lsa bu maddi jaiz deymiz. Jaiz deganimiz bu harfni 2 harf miqdorda 4 harf yoki 6 harf miqdorida so'zish bo'ladi. Masalan, bi robbin nas taxminan 2 harf. Bi robbin nas taxminan 4 harf miqdorida yoki 6 harf so'zsak bo'ladi. Tez o'qigan holatdami 2 harf miqdorida so'zish kerak. Mush birinchi oyatni bir qayta o'qib o'taylik misol. Qul a'udhu bi robbin nas. İkinci ayet Malikin nas. Maliki. Maliki. Maliki emasa Maliki. Malikin nas. Bu yadımı nun. Bu harf nun. İhfa ma'al gunna. Yani gunnilik ihfa. Nun harfida 2 harf miqdorida to'xtab turib, andın davomlashib o'qiymiz. Malikin nas. Keyingisi 3-oyat. İlahin nas. İlah. Hamda bu yerdagi la harf bo'lsa, la deb o'qiymiz. Bu kichik alif, alif sag'ir deydi. Kichik alifni azroq ko'tarib 2 harf miqdorida suzib qo'ysak bo'ladi. Ila deb bundaq. Ilah deb olmay ilahin nas desak bo'ladi. Bu yerdagi nun o'xshashlam ixfa mal g'unna. G'unnalik ixfa, ya'ni yushirib o'qiladigan harf. Qayta o'qiylik.
İlahin nas. Dördüncü ayet. Min şerril vasvasil khannas. Bu yerda birinchisi min degan harf. Buni ixfa ma'al g'unna deymiz. G'unnalik ixfa. Buni ixfa qilganda nunni sal yushirib tishimizni orlig'idan min deb buni chiqaramiz. Yani bak chiqaramag'anli bo'lsa-mu, azroq to'xtab mush harfni o'qisak bo'ladi. Shuning tirishish kerak. Min sharril waswasil khannas. Bu yerdagi nun harfmi o'xshashli ixfa, g'unnalik ixfa deymiz. O'xshash nunda to'xtaymiz azroq. Andan davomlashtiramiz. Khannas deb mundaq. To'rtinchi oyatni qayta o'qiydi. Min sharril vasvasil khannas. Beshinchi oyat. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bu yerdagi allazi degan bu oyatni oldingi oyat, misol oldingi 4-chi oyat 5-chi oyatni qo'shib biroq o'qigan ishlim bor. Unda o'qib qolsak, ma xannas to'xtamay qolib qolsak, ular o'qiganda xannasillazi deb mana o'qiymiz. Agar to'xtasak, buchada xannas deb ma sinni kasrani sukundek o'qib, buni allazi deb boshlaymiz. Hozir bu yerda to'xtalganimiz uchun buni allazi deb o'qiymiz. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bu yerda nundimi to'xtab, ixfa ma'al g'unna, g'unnalik ixfa o'qidik. Bun keyingi alif harfni o'xshashlam, mad joiz 2, 4, 6 harf miqdori suzish bo'ladi. Ana o'shada suduri ri harfini ba'zida xato o'qib qolganlar bor. Diqqat qilsak bo'ldi. Suduri, suduru emas, sudurinnas deb o'qiymiz. Eng oxirgi oyat bo'lsa minal jinnati, kasra bu, minal jinnati wan nas. Mushada biz qarindoshlar jannat deb o'qib qo'ygan ishlar ekan, buni mutlaq qilaylik. Bundan o'qsak ma'nosi tubni o'zgartiradi. Ya'ni jinna bo'lsa bu jinlar, jinlarni ko'rsatadi. Jannat desak bu jannatni ko'rsatadi. Ya'ni minal jinnati wan nas degan ma'nosi, ya'ni insonlarning va jinlarning bo'lgan shundaq kishilarning vasvas solgan, qalblarini vasvas solgan shundaq shaytonlardan shuning yomonligidan panoh tilayman degan gap. Agar jannat deb o'qisak bu joyda jannatni panoh tilayman degandek bir xato bir o'qim chiqadi, bu ma'nosi o'zgarib ketadi. Shuning uchun buni da qilaylik. Minal jinnati wan nas deb o'qiymiz. Bu yerdagi nunmi o'xshashlam ixfa ma'al g'unna. G'unnalik ixfa. Keyingisi o'xshash. Endi qayta o'qiylik. Eng oxirgi oyatni. Minal jinnati wan nas deb o'qiymiz. Unda bo'lsa bu surani boshdan oxir bir aldirmay bir o'qiylik yana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati
والناس. صدق الله العظيم.